Assalomu alaykum. Aslar hayot kanalimiz kuzatuvchilari. Asallarimiz ishlayapti. Xudo xolasa shu 2026-yilimizda 12-iyul holatidan asalab boshlaymiz. Arlarimiz ishlash soat 16:30lar chamasi bo'ldi. 2026-yil 2025-yil arimiz diafragmalar oqartirib boshlagan. Ko'pchilik eski matka ishlamaydi yaxshi deydi. Lekin buni ishlatishni bilishmaydi-da. Shu 2025-yil onar. Shundan bir 3 tami qolgan. Mana oqartirib ishlayapti. Hozir oxirgi mana shu mashinani berdik. Shu karmushkani orqalariga solib tashlagan uyalar. Asali ham yaxshigina asali bor. Shunaqa eski ari degani 1 yil ishlangan ari. Bu eski ari degani emas. Lekin mana diafragmalarimiz tepaga chiqdi degani. Buni ko'p archilar tushunadi. Lekin siz kanalimizda hali yangi bo'lsangiz, obuna bo'lmasdan, like bosmasdan ko'ryapsiz, bu yaxshi emas do'stim. Buncha mehnatga like bosish kerak. Oxirgi ramkasi ham ishlab turibdi. Har kun ariga kelyapmiz. Kunda kunora, chunki hozir paxtaga dori sepsa, arilarimiz to'kilib nimadirlar kasal bo'lsa, shu zaharga tushadigan bo'lsa, ularga qanaqadir zardob, shunga o'xshagan narsalar berib obrobotka qilishimizga to'g'ri keladi. Diafragmalar tepaga chiqqan o'sha. Shu hammalaringizga zo'r asal olishni nasib qilsin Xudoyim. Cho'nali oilalarimizdagi 2026-yil arlari. Asal pechatlab boshlagan. Bu taraf rasplotlar chiqsa o'rniga asal soladi. Xudo xolasa mana shu asallarni olamiz. Kimga shunaqa sifatli asallar kerak bo'lsa 92lik 062 0195 raqamlariga murojaat qilsangiz 41-45 gradusda yetilgan Surxondaryoni Jaydari asalidan O'zbekiston bo'ylab pochta qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab pochta qilib beramiz. Bitta pochtadan kerak bo'lsa ekspress pochtadan uyingizgacha olib borib beramiz. Mahsulotimizga sifatiga javob beramiz. Agar uyingizga borganda mahsulotimiz yoqmasa, shu pulni tashlab berib, bitta pochtasini pulini o'zimiz berib olamiz qaytarib. Shunaqa sifatli, garantiyali asalga shunday ishlaydi arilar. Shu bil Xudo xolasa shoshmasdan asalni obdon pishirib olyapmiz. Xuddi o'tgan yilgidek. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar, hali bundan da qiziqarli ma'lumotlar Asallar hayot kanalida kuzatib boringlar.